Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zishlangan jonsiz navbatdagi buyurtmamiz asosida kachollarimizni jo'natyapmiz. Samarqand viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida mana 3 ta kacholimizni o'z manziligacha yetkazib berish asosida buyurtma qabul qilganmiz. Quyidagi ko'rinishda kachollarimizni jo'natyapmiz. Sapok kacholimiz bugungi kunda narxi 4,5 million so'm. Ventilyator termosasi bilan jihozlangan, aqlli holatda ishlaydi. Ventilyator termosasi 4 million so'mga baholangan. Hop, 30 kilovatli kacholimiz. Bu kacholimiz narxi 8 million so'm, 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachilisadan yasalgan. Demak, 300 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega, 50 kilo ko'mir sig'imiga ega. Keyingi kacholimiz 20 kilovatli kacholimiz. Bugungi kunda bu kacholimizning narxi 7 million so'mga baholangan, 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachilisadan yasaldi. Bu kacholimizning quvvati 200 kvadrat metr joyni qizdiradi, 40 kilogramm ko'mir sig'imiga ega. Ayni holatda kachollarimiz uzoq yonuvchi kachol sinfiga kiradi. 1 sutkagacha yoki bo'lmasam ko'mir fraksiyasiga bog'liq holatda 1 sutkadan oshiqroq vaqt yonish imkoniyatiga ega bo'ladi. Quyidagi sapok kacholimiz klassik uslubda ishlaydi. Bu kacholimiz 8 soatgacha yonib berish imkoniyatiga ega. Demak, afzallik tarafi birinchidan narxi pastroq chiqadi, ikkinchidan kacholimiz ventilyator termostasiz ham oddiy klassik uslubda, ya'ni pechka uslubida ham ishlay oladi. Hurmatli kuzatuvchilar, buyurtma asosida har xil turdagi, har xil quvvatdagi kachollarni yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 2025-yil hisobidan quyidagi narxlarimiz amalda bo'ladi. Buyurtma asosida, demak, istagan turdagi kachollarni yasab berish imkoniyatiga egamiz. Dastavka xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.